Tekisdan, rostlan. Salom bolalar. Assalom. Xo'sh, hamma qurbonlik aksiyasi uchun yig'ilganimizni bilsa kerak-a? Xuddi shunday. Xo'p, tadbir bo'yicha ba'zi vazifalarni kelishib olishimiz kerak. Hammani shu maqsadda yig'ganmiz. Rasulov, qorni torting. Safni buzyapsiz. Bilasizlar, oldimizda juda katta mas'uliyatli ish turibdi. Har yilgidek xalqimizni qurbonlik qilishdagi og'irni yengil qilish niyatida turibmiz. Qurbonligini bizga ishonib topshirmoqchi bo'lgan har bir insonni ishonchini oqlashimiz kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Mahamatov, Men siz telefon orqali murojaat qilgan har bitta odam bilan gaplashasiz va barcha savollarga javob berasiz. Otaxo'jayev, men siz har bir karta orqali to'lov qilgan kishilarning ro'yxatini shakllantirasiz va so'yilgan qo'y rasmlarini hisobot sifatida jo'natasiz. Nosirov, men siz naqd to'lov qiladiganlar bilan gaplashasiz, pullarini olasiz va rasm holatida hisobot topshirasiz. Mirfayziyev, Hasan qani? Hasan kelmadi. Yetkazib qo'yasizlar, uni vazifasi eng mas'uliyatlisi. Uyda qo'y so'ydirib, bir qismini mehrga bermoqchi bo'lganlar bilan bog'lanadi va go'shtni omborga olib keladi. Hammaga o'z vazifasi tushunarlimi? Xuddi shunday. Bizani kuzatib turuvchilarni vazifasini aytmaydi-ku, komandir. Bizani kuzatib turganlar o'zlari yaxshi bilishadi. Like bosishadi, kommentariy yozishadi va yaqinlariga jo'natish orqali bizga eng katta yordamni berishadi.